Assalomu alaykum. Modaline do'konimizda toza yangiliklarimiz keldi. Hammasi bir-biridan xo'shroq go'ynaklarimiz kelgan. Masalan, shuning go'ynakimiz keldi. Buni materiali oddiy poplin emas, materiali ipak, yumshoqqina, gig ko'rsangizlar bilasizlar, tanangizda boy yo'q bilmaydi. Buni narxi 430 ming so'mdan. Bu poplin go'ynaklarimiz, buni materiali poplin, aldalari shuning xo'shaytib ishlangan. Narxi 240 ming so'mdan. Bular razmeri 48 dan 56 gacha bo'lgan razmerlari bor. Katta razmerlardan kiyimlarni topsangizlar bo'ladi. Buni rasvetkalari hammasi xo'shroq bo'lib kelgan. Buni shuning bardoy, bejuy, keyin qora ranglari bor. Belinda o'zini belbog'lari bilan dim xo'shroq bo'lib turadi. Bo'ylari uzun, bemalol hijobli ayollarimiz kiysa ham bo'ladi. Bular ham shu ipak matasidan bo'lgan go'ynakimizning bardoy rasvetkasi. Bomdim nejniy bo'lib chiqqan, etaklari valonlatib ishlangan. Bo'ylari bilan ko'rsatib bering. Bu go'ynakimiz 385 ming so'mdan. Buni materiali poplin, italyanskiy shtapel. Buni etaklari valonlatib ishlangan, aldilari dim xo'shroq bo'lib turadi. Bu rasvetkasi ham dim xo'shroq kelgan. Undan tashqari to'ylarga kiyish uchun shunday nejniy go'ynakimizdan keldi. Katta yoshdagi ayollar uchun razmerlari katta razmerlarda. Narxi 420 ming so'mdan. Shifoni original shifon material. Shunday variant poplin go'ynaklarimiz ham bor. Kundalikda kiyish uchun kisalari bilan kачествоsi dim zo'r, ichlarining tikilishlari ham dim akkuratniy. Narxi 240 ming so'mdan. Shuning go'ynakimiz bor. Bular dvoyka, materiali italyanskiy shtapel, aldilari ruchnoy работа, dim xo'shroq bo'lib turadi. Narxi 240 ming so'mdan. Ichini go'ynaki ham yengli, yeng kalta, ustida keyin shuning kostyumchiki bor. Ranglari dim akkuratniy ranglarda kelgan. Qora, shuning elektr svetidan bor. Keyin shuning bejuy svet ham bor. Bejuy svet ham dim xo'shroq bo'lib turadi. Buni razmerlari 48 dan bemalol 56 razmergacha to'g'ri keladi. Bu yosh ayollarimiz ham, katta yoshdagi ayollarimiz ham bemalol to'g'ri keladi. Keyin shuning kupra material go'ynaklarimizdan ham bor. Bu variant вечерний go'ynakimiz bor. Xajanalarimiz ham dim yarashadi. Buni narxi 400 ming so'mdan. Ichi original shifon, ustida shuning xo'shroq nimchasi bor. Bu qora, keyin shuning yashil ranglarda kelgan. Giyganda dim xo'shroq bo'lib turadi. Bizda faqat qimmat go'ynaklar emas, bemalol arzon go'ynaklarni topsangizlar bo'ladi. Hamyonbop go'ynaklarimiz ham ko'p. Keyin shuning lion go'ynaklar kelgan, dim xo'shroq bo'lib turadi. Lionni bilasizlar, material hayzlik bo'ladi. Aldilari shuning zamoqli, yoqalari dim akkuratniy chiqqan. Bular Pekin fabrichning, narxi 320 ming so'mdan. Bu rasvetkasi ham dim xo'shroq bo'lib kelgan. Etaklari valonlatib ishlangan, yosh qizlarimiz ham yarashadi. Bu variant ham dim akkuratniy bo'lib turadi. Narxi 320 ming so'mdan. Keyin shuning original lion matosidan shuning go'ynakimiz bor. Bular bel bog'li kisalari bilan, aldilaridan kisalari bor. Narxi 350 ming so'mdan. Rasvetkasi ham xo'shroq bo'lib turadi. Undan tashqari shuning poplin go'ynaklarimiz ham bor. Bular dim akkuratniy etib ishlangan, bemalol ofisniy variant etib giysangizlar ham bo'ladi. Belinda bel bog'lari bilan. Ranglari ham bor. Narxi 210 ming so'mdan. Bu rangi ham dim xo'shroq bo'lib turadi. Keyin bu variant ham bor. Bu varianti kengroq etib ishlangan. Buni narxi 210 ming so'mdan. Buni shuning korичневый, keyin qora rangi ham bor. Bu yeng uzun varianti hijobli ayollarimiz uchun. Narxi 192 ming so'mdan. Aldilari dimalatib ishlangan. Belinda belbog'i bor, dim xo'shroq bo'lib turadi. Keyin bu variantimiz ham dim xo'shroq bo'lib kelgan. Akkuratniy go'ynakni yaxshi ko'radigan ayollarimiz uchun bu variantimiz zo'r. Keyin bu narsamiz, buni materiali ham italyanskiy shtapel, bir go'shda shulk deb o'ylaysizlar, shuni yoldirab xo'shroq bo'lib turadi. Kisalari bilan belinda belbog'lar arkasi rezinka etib ishlangan, aldilari diymali, narxi 400 ming so'mdan. Bu qora, korичневый ranglarda kelgan. Buni yengi 3/4 bo'lib turadi, dim uzun ham emas, kalta ham emas, yenglari ham shuning xo'shroq etib ishlangan. Bu go'ynakimiz lion, aldilari diymali, dim xo'shroq bo'lib turadi, modniy, razmerlari standart. Bemalol 48 dan 52-54 gacha to'g'ri keladi. Shuning korичневый rangi bor. Keyin bardoy rangi bor. Bardoy rangi ham dim shikarniy bo'lib turadi. Aldilarida broshkalari bilan dim akkuratniy bo'lib turadi. Keyin shuning golboy svet ham bor. Yoz uchun shuning svetlar xo'shroq bo'lib turadi. Aldindagi kisalari bilan. Bu go'ynakimizning narxi 400 ming so'mdan.
Keyin shuni lyon göyneklerimizden paftorak geldik. Dim köpçülükə yoqvaydı. 240 ming so'mdan belində özünün rimeni var, kiselləri, dimeli, plastik xalat bula. Yingləri uzun variantdan bu. Keyin 3-4 variantdan bu. Bunu rozvi, keyin kirpiç renginden gelgen. Keyin şunun sarı rengi bu. Keyin limonu sveten bu. Dim hoşray bıttırады. Keyin şunun jinsi göyneklerimizden bu. Materialı yubka, yazda bemalol giysizlar boladı. Yengleri uzun, belinde rimeni var. Jinsi göynekimizin narxı 450 ming so'mdan. Orijinal jinsi stretch cho'ziladi. Giygandam удобный. 3 xil rengi bor. Şunun açık jinsi sveti, keyin korичневый, keyin bu temno-siniy jinsi variantimiz var. 405 ming so'mdan bular. Bular güllü, eldində kisələri bilən belləri rezinka. Bular materialı kupra material. Dum yakımlı materialını giyib görsəzlə biləsizlər. Narxı 375 ming so'mdan. Razmerləri standart. Belində bel bağı var, kisəli. Tikilişini, içlərini bemalol açıq görsəzlər boladı. Dım akuratni tikilgan. Keyin bu variant göynəkimizə qarangladım, xoşara bıttırады. Əldiləri nejni etib işləngan bemalol toy bəzimlərə giysəzlər boladı. Kisəli bular. Özündən şunu vişivkəsi çıxqan orijinal lyon. Bular razmerli, başmerka razmerlərdə gəlgən. Narxı 545 ming so'mdan. Keyin şunu şolkvi göynəkimiz var. Bu yandım akuratni bıttırады. Narxı 400 ming so'mdan. Materialını uşaq görsəzlər biləsizlər.